ish jarayonidan sizlarga yana bir lavha taqdim qilmoqchimiz. Mana hozir shpakilovkalar tortilib bu kuxnya tayyorlanyapti. Stikloxovskka kafillar yopishtirilgan fartuklar. Bu yerda hozir patobga stikloxovsk yopishtirilyapti. Undan oldin burchaklarga gullar yopishtirilib, shpakilovkalar tortilib, burchaklarga qog'ozlar yopishtirilib, stikloxovsklar Doniyorbek yopishtiryapti. Shpakilovkalar tortib, shkurkalar qilib, gruntovkalarni tayyorlab olganmiz. Bo'lgan moslab rishaylarni kesyapti. Bu stikloxovsk bilmaganlarga bir ma'lumot tarzida aytib o'tamiz. Bu pautina deyishadi ham, oralari teshik-teshik. Kley surkagandan keyin, kley yopishtirgandan keyin orasini sizib chiqadi. Buni qilib yurganlar biladi, bu qilib yurmaganlarga yangilik hozir ko'pchiligi sekin-sekin chetdan kirib kelyapti. Shu jarayonda davom etadi. Oddiy abo yopishtirganda yopishtirib ketaveradi. Nimaga kerak bu degani, patalolarga shoflari qog'oz, setka bo'lib bo'rtib chiqib vanda bo'lib ketadi. O'shanaqalar oldini olish uchun ham uzoq muddat yaxshi ushlab remontni uzoq turib beradi. Devorlardan mikrotreshinalar tushishni oldini oladi. Chiroyli qilib attachento qilinadi, balki attachento tagiga stikloxovskni ma'qul deb topib uryapmiz. Videolarimiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.